Assalomu alaykum obunachilar. Mana bitta darvozamizni tayyorladik. Erta qo'yishimiz kerak edi. Shunga kech bo'lsa ham ishimizni tugatib oldik. Plaskaga baho berasizlar. Juda chiroyli bo'ldi. Bir pallasi tiyaga fason, tepalarni lazr qilib berdik. Ikkinchi pallasi kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, aloqada chiqaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib beramiz. Listlari 1.8, korobkalari 10-3 stena, suyagi 2.1, 6.4. Shu kraskalari Hammer kraskalarga 4 yil garantiya beramiz. Xudo xolasa sharnirlarni 3 tadan qo'ydik. Mashina qilib anaka sharnirlarga moy ketadi. Moylab tursa bo'ladi. Obuna bo'lib ishlarimizni kuzatib boring. Va xohlasa chiroyli narxlarda qilib beramiz. Yurakchani bitta qizartirib qo'yib, shu videoni do'stingizga tashlab qo'ying. Narxi qiziq bo'lsa, plus belgisini qoldiring, biz sizga narxlarni batafsil ma'lumotini beramiz. Bu o'rtasiga hech narsa qo'yilgan demak, xudo xolasa lazer qo'yamiz o'rtasiga. Sifati. Ko'p baho beringizlar. Mana bu korobkasi. Mana 3 stena. Ko'ryapsizmi? Taylarni shiveler qildik. Mashin kirsa ezib olmaydi. Mana korobkalari. Mashina. Kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, nimalarga telefon qilaveringizlar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiroyli qilib beramiz. Ishonchingizdan chiqishga harakat qilamiz. Avvalambor ishonch bo'lishi kerak. Kraskadan oldin xudo xolasa materiallarni tekshirib, ko'rib, qabul qilib olasizlar. Nimalarga telefon qilib, yurakchani bitta qizartirib qo'ying, do'stlar. Rahmat.